Nimaga qarayapsiz? Bungami, bungami? Ismim Azim, familiyam Normurodov. O'zimni mayitimda bitta so'zni har doim qadab qo'yganman. Ey bola deyman. Ota-onangni o'ylagin, o'qigin deyman. Stomatologiya yo'nalishini o'zim oldimga maqsad qilib qo'yganman. Kimyo ustozim bor, Erkin Eshonqulov. Men uchun o'rnak bo'ladigan narsalari ota-onalarni birinchi o'ringa qo'yadi har doim. Shu narsani men ham ustozimdan ko'rib, doimo duoda yurishni xohlayman. Bugungi natijangizni faqat ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish uchun qildingizmi yoki undan yuksak maqsadlaringiz bormi? Endi Instagram ishlatmayman. Uydagilarim Telegramga zo'rg'a qo'yishadi-da. Kimyo fani hayotimni tubdan o'zgartirdi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Ta'lim bu nima? Hayot asosida hamma narsa ta'limga quriladi. Onam aytadilar, o'g'lim, senga ishonaman. Assalomu alaykum. Men ismim Meliboyeva Visola. Sharor Rashidovman. 31-umumiy o'rta ta'lim maktabi bitiruvchisiman. Oltin medal sohibasiman. Hozirda ona tili va ingliz tili fanlaridan milliy sertifikat sohibasiman. Oltin medal siz uchun nimaning belgisi? Mehnatmi, baxtmi yoki mas'uliyat? Bu albatta mening mehnatim, ota-onamning duosi va ustozlarim fidoyiligining yuksak bahosi. Eng katta hayot sabog'ini sinf rahbarimdan oldim. Ularning yaxshi inson bo'lish, yaxshi o'quvchi bo'lishdan ham muhim degan gaplari bu hayotim davomida menga yaxshi turtki bo'ldi. Meni ismim Maftuna, familiyam Bekmirzaeva. Oltin medal sohibasi va ona tili, tarix fanidan milliy va ingliz tilidan xalqaro sertifikati egasiman. Ta'lim bu men uchun rivojlanish va o'sish. Odam yuksalgan sari o'zini o'zi maqtamasa ham atrofdagilar o'zi ularni yuqori natijalarga ko'tarishadi. Hech qachon harakatdan to'xtamaslik, har doim olg'a yurish va ota-onani, o'qituvchilarni, ustozlarni rozi qilish. Ko'p sonli o'quvchilarni ta'lim-tarbiya bilan ta'minlashni maqsad qilib qo'yganman. Kelajagini o'ylagan sari odam harakatdan to'xtamaydi. Agar maqsadini o'zi uchun qattiq o'sha maqsadni qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, hech qachon to'siqlarga yengilmaydi. Bergan bilimlari, qo'llab-quvvatlashlari uchun ota-onamga va ustozlarimga hammalariga katta rahmat deyman. Men Sitora Bonu Toshboyeva, oltin medal sohibasi hamda ingliz tili fanidan xalqaro va ona tili fanidan milliy sertifikatli sohibasiman. Oltin medal men uchun mehnatning belgisi, sababi mehnat bo'lmasa baxtga ham, mehnat bo'lmasa intizom va mas'uliyatga ham erisha olmaymiz. Ta'lim bu najot. 5 yildan so'ng notebook, qahva, ish stoli. Men dunyoga o'zimni kodlarimni yozyapman. O'zim yaratgan robot menga nonushta tayyorlayapti. U tuyg'uni balkim nomi bo'lmas, balkim ichimizda nimadir o'tadi-da. Hammalariga tashakkurlar aytaman. Kelajakda Sharif Rashidov tumaniga qo'shadigan hissam bu o'zimni kasbim bo'yicha bo'ladi. Chetdan keladigan investitsiyalarni xorijiy tilga, ta'limga yo'naltirish asosida bo'ladi. Men Abduvasiyeva Dilnura, oltin medal sohibasiman. Hozirda ona tilidan B+, ingliz tilidan 0 va tarixdan C+ sertifikatlari sohibasiman. Fardayeva E'zoza, Sharof Rashidov tumani 32-maktabning bitiruvchisiman. Oltin medal sohibi. Oltin medal mening uchun birinchi navbatda o'zimning mehnatim, ustozlarimning mas'uliyati va ota-onamning duosi. 11 yillik ta'lim mobaynida men eng katta hayot sabog'ini maktabimiz direktor o'rinbosari Shohida opa To'ylanovadan olganman. Ta'lim bu men uchun najot, kelajagim poydevori. Agar maktabingizdagi nimanidir o'zgartirish imkoniyati berilsa, bir yilda nimalarni o'zgartirar edingiz? Baholash mezonini, chunki har bir o'quvchi o'zining iqtidori bor. Har bir o'quvchi o'zi yoqtirgan fanni o'qishi kerak deb o'ylayman. Prezidentimiz aytganlaridek, ularning yonlarida turib, kamarbasta bo'ladigan yosh avlod bo'lishimiz kerak. O'zingiz tanlagan yo'nalish yoki kasb orqali kelajakda yurt taraqqiyotiga qanday hissa qo'shmoqchisiz? Kelajakda bolalar shifokori bo'lmoqchiman. Har bir bola xursand bo'lishini xohlayman. Siz bu yutuqqa qanday qilib yetib keldingiz? Oson bo'lmagan lahzalarni eslay olasizmi? Albatta oson bo'lmadi. Ma'naviyatsiz tariqat, tariqatsiz ma'naviyat, qiyinchiliklarsiz g'alaba bo'lmaydi. Bugun ekran qarshisida sizni ko'rayotgan ustoz, ota-ona, rahbarlaringizga yurakdan chiqadigan bitta jumla ayting. Har birlariga katta tashakkur aytaman. Har bir soniya uchun, har bir mehr va qo'llab-quvvatlashlari uchun. Mamili va Ruxshona Bonu, kimyo va biologiya fanlaridan sertifikat egasiman. Maktabimizda kimyo va biologiya, ya'ni tabiiy fanlar uchun mukammal laboratoriya xonasini qilishlarini xohlar edim. Assalomu alaykum. Men Sevinch Zokirova, 32-maktabning bitiruvchisi, oltin medal sohibasi, biologiya, ona tili va adabiyot fanlaridan milliy sertifikat sohibasiman. Ta'lim bu qalbga nur, insonlarni hayot davomida yorug'likka yetaklovchi chiroq. Assalomu alaykum. Men 32-maktabning 11-sinf bitiruvchisi Rahmon va Umidabonu, oltin medal sohibasiman. Ingliz tili va ona tili fanlaridan milliy sertifikat sohibasiman. Ta'lim bu menimcha zulmatdan olib chiqadigan nur. Assalomu alaykum. Men 27-maktab bitiruvchisi
Mansurjonov Azimjon bo'laman. Oltin medal sohibi va IELTS xalqaro sertifikati egasi. Oltin medal siz uchun nimaning belgisi? Mehnatmi, baxtmi yoki mas'uliyat? Barcha narsalarni nishonasi hisoblanadi oltin medal. Ta'lim bu kelajak kaliti. Qaysi fan sizga hayotni boshqa ko'z bilan ko'rishga yordam berdi? Tarix va ingliz tili hisoblanadi. Chunki Bir yilda nimalarni o'zgartirar edingiz? ichidagi narsalarni o'zgartirish mumkin bo'lganini men hech nima o'zgartirmagan bo'lar edim. Chunki maktabimni men boricha qabul qilaman. Bilim orqali jamiyatga foydasi tegadigan, o'z o'rnini topgan shaxsdan biriga aylaning. Bugun natijangizni faqat ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish uchun qildingizmi yoki undan yuksak maqsadlar bormi? Albatta yuksak maqsadlarim bor. Biz jadidlarimiz avlodidanmiz, Behbudiylar, Qodiriylar avlodidanmiz. Shuning uchun har bir kishi o'ziga maqsad qo'yib harakat qilish kerak. Sizni tinglayotgan yoshlarga maslahat berish imkoniyati bo'lsa nima degan bo'lardingiz? Biz 3-Renessans poydevori bo'lishimiz kerak. Bugun zalda yig'ilgan barcha bitiruvchilarga chorlovim shuki, o'zimiz tanlagan soha va yo'nalishlarning yirik mutaxassisi avvalo o'zimizni tumanimizni gullab yashnataylik va uning rivojlanishiga hissa qo'shaylik va shu yo'lda birlashaylik.